Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, muxlislarim. Norboyev o'z kanali sizlar bilan birga. Qisqa tanab bo'ldi. Uni inkor qilmaymiz. Mana endi esa bugundan boshlab Norboyev o'z kanali belini bog'lab sizlar uchun xizmat qiladi. Albatta buni sababi bor. Chunki bugun Qo'shaloq bayram. Ayniqsa Oltinsoy tumani Xo'jasot qishlog'i uchun ham 3 karra bayram desa ham bo'laveradi. Hayit bayrami, Navro'z bayrami hamda Opiy Mujitdan 3 ta loyihani qo'lga kiritdik. Ovoz berish bo'yicha. G'olib bo'ldik. Bu degani xalqimizning ko'chalari obod, asfalt, ravon bo'ladi. Hamda stalva yo'qlarga stalva qo'yiladi. Transformator yo'qlarga transformator qo'yiladi. Bu nimadan dalolat beradi? Xalqimizning birligidan, intiboqchiligidan, mehr oqibatidan dalolat beradi. Bu siz tilga aytishga ojizman. Kecha bu xursandchilikni ko'rib, Tog'aymurod mahallasi markaziga kelib xalqimizni ko'rib, meni o'zim bir ruhlanib ketdim. Shunday xursand bo'ldimki, faollar yig'ilish zaliga yig'ilib, mana qishlog'imizning imomi, imomlari, mullalari hamda mahalla faollari, mahalla raislari xalqimizga bir ilik, bir yaxshi so'zlar aytib, hammasini bayram bilan hamda Navro'z bayrami, Hayit bayramlari bilan Opimiz YouTube'da qo'lga kiritganimiz uchun loyihalarni qo'lga kiritganmiz, u bayram bilan hammasini tabriklab, kecha yig'ilish o'tkazib, ajoyib bir shodiyona ruhda o'tdi. Mana shu yerda yig'ilishda shaxsan tuman hokimimiz telefon orqali mahalla raislarimizga, imomimizga o'z tabrigini bildirib, hamda bayramlar bilan tabriklab, hayit bilan tabriklab, yutuqlarimizni qo'shib tabriklab, telefon orqali fikrini bildirdi. Yuqorida turgan rahbarlarimizga ham rahmat. Chunki Oltinsoy tumani Xo'jasot qishlog'ida 3 ta mahalla bor. Xo'jasot mahallasi, Tog'aymurod mahallasi, Mingchinor mahallasi. 3 ta mahallani birikib 3 ta loyihani yutganimiz bir nur ustiga a'lo nur bo'ldi. Bir kutilmagan, bunday qanday kutilmagan bir baxt bo'ldi desak ham bo'lardi. Bir omadda baxt, omad. Uylarda uyda yig'ilishda so'zga chiqib, imomimiz Sharifxon Eshonbo, Umaralixon Eshonbo, mahal raislarimiz va shu yerda qatnashgan faollarimiz xalqimizga bir shirin, ilk so'zlar aytib, xalqimiz ruhini yanada ko'tardi. Xalqimiz nima uchun xursand? Har bir metrgacha asfalt bo'ladigan bo'ldi. Xo'jasot xalqimizning 3 ta mahallasi. Tilda aytishga ojiz, tillarim ojiz. Kechagi kayfiyatni ko'rib. Mana shu kechagi kayfiyatni ko'rib, men ham bir video syomka qilib, kechagi yig'ilish, bayramlar hammasini olib sizlarga bir taqdim etmoqchiman. Sizlar ham ko'rib, bir ruhlaringiz ko'tarilib, ruhan xursand bo'ling. Ayniqsa uzoqda yurgan, safarda yurgan, safarga bormoqchi bo'lgan hammasi birodarlarimiz buni ko'rib, xalq birgar ekan-ku, xalqimizda intiboqchilik bor ekan-ku, mehr oqibat bor ekan-ku deb o'ziga xulosa chiqarib, ruhan bir xursand bo'ladi. Hammaga shunday bir birigish, intiboqchilik, mehr oqibat nasib etaversin. Nasib bo'lsin. Birgina Xo'jasot qishlog'i emas, butun respublika xalqimizning hammasi birigib, bir ota-onaning bolalaridek biriksak, hech qachon bizga birov tashqaridan bas kela olmaydi. Kuch birlikda degan. Hurmatli prezidentimiz qancha sa'y-harakat qilib mahallalarga, xalqimizga, yetim yesirga qancha karamat ko'rsatib, qancha pullar o'tkazib yordam qilyapti. Rahmat prezidentimizga. Rahmat. Viloyat hokimimizga, tuman hokimlarimizga ham rahmat. Shuni orqasida turibdi shu qancha tinchlik bo'lishning, mana shunday bayramlarning o'zlari bosh qosh bo'lib turibdi.
Xalqni jipislashtiryapti, biriktiryapti. Otasiga rahmat ularning. Mana bugun men Shanba bozor o'zimizning Shanba bozor turib, mashinada turib sizlarga fikr bildiryapman. Video tashlayapman. Ko'rib sizlar ham zavqlaningizlar. Ko'ringizlar. Xalq biriksa bo'ladi. Shunday boshini birtirgan yurtboshimizga rahmat. Xalqning boshini birtirgan yurtboshimizga rahmat. Tinchlikda saqlagan. Bu to'qchilik, bu jannatda yashayapmiz. Birodarlar, yaxshilab bo'ylab qarangizlar. Har bir xonadonga kirsangiz, dasturxonida hamma narsa bor. Hech bo'lmadim degan osh qilib qo'yadi oldingizga. Allohga shukr. O'zbekiston jannatning bir burchagidir. Biz bundan noshukur bo'lmaylik. Hammamiz shukrona qilaylik. Shukrona qilsak, hamma narsa bo'ladi. Mana endi shu YouTube bilan o'tgan bayramlarimizning hammasini kechagi bayramlarimiz sizlarga men taqdim etaman video lavhada. Ko'rib, bir tomosha qilib zavqlaning. Aziz obunachilarim, Norboyev o'z kanali hamisha sizlar bilan birga. Omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, yaqinlar, raisvolar. Mana Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh omadni yor qildi bizga. Mana YouTube bitta emas, ikkita emas, 3 ta YouTube'ga ega bo'ldi. Bundan ortig'idan egamiz. Agar xuddi shunday birlashsa, shunday jins bo'lib birlashsa, qo'llab-quvvatlasa, demak, yurtsa bo'lar ekan. Qilsa bo'lar ekan. Bundan keyingi holatlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Degan gaplar gapirmasdan, faqat qo'llab-quvvatlar, xizmat qilayotganlarga, xizmatda turganlarga hammasini Xudo ila hurmatni joya qo'ysa yaxshi bo'ladi. Men doim aytaman, siz Qorako'lda yaxshi odamlarning farzandlarisiz. Yaxshi odamlarning farzandlari sizlardan mana shu Xo'ja Soat mahallasini obod qilganlarning farzandlari, nevaralari sizlar. Bundan keyin ham shu qishloqni obod qiladigan sizlar, bizlar, keyingi avlodlar, qarilarimiz, duogo'ylarimiz, ayollari bo'lsin, erkaklari bo'lsin, hammasi bizga duogo'y. Duolaringiz, orqalaringiz turdik. Saharda bo'lsin, taroveh namozlarida bo'lsin, jumalarda bo'lsin, bor imkoniyatdan foydalangan holatda alhamdulillah mana harakatlaringiz tufayli nima bo'ldi? YouTube bo'ldi. Endi bundan keyingi ham shunday qilish kerak. Har jabhada, har jihatda yaxshilik yo'lida birlashingiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimida astagfirullah wa'tasimu bihablillahi jami'a deydi. Allohning arqonini mahkam ushlanglar deydi. Allohning arqoni nima desa Qur'oni Karim. Va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari. Mahkam ushlashlik mana shu to'g'ri yo'l, sirotul mustaqim deydi. Mana shu ota-bobangizdek yaxshilarni yo'lini mahkam ushlasangiz, albatta yaxshilikka erishasiz. Mana bugun yurtboshimiz tomonidan shunday bir imkoniyatlar berildi. Qani mahalladagi o'rta yoshdagilar, kichkinalar, katta yoshdagilar birgadimi ekan degan ma'noda o'rtaga tashlangan bir o'yin edi bu. Mana alhamdulillah haddan tashqari xizmat qilyapti. Kecha kunduzlar, ro'za bo'lsa ham, texnikasi bilan, puli bilan, ishlarini tashlab, vaqtini tashlab mana shunga pullari bilan xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Men doim aytamanki, mening esimdan chiqayotgandir, lekin Allohning esidan chiqmaydi shunday. To'g'rimi? Biz Ahmad, Eshmak, Toshmat u bu deb sanab ketishimiz mumkin, lekin Alloh hech kimni esidan chiqarmaydi. Shuning uchun qayerda, qay paytda, nimada xizmat qilgan bo'lsa, uning ajrini Alloh beradi. Ilohim shunday qilib bersin. Mana bugun qo'shaloq bayram, ertalab hayit bayramini o'qidik. Bugun jumada jumani o'qidik. Yana mana Navro'z bayrami. Uning ustiga plus mana bu YouTube'lar juda bir quvonarli darajada, suyuladigan darajada, xursand bo'ladigan darajada YouTube'imiz. Nafaqat yoshlarimiz, nafaqat o'rta yoshdagi, nafaqat masjiddagilar, tarovehdagilar, balki iftorlikka borgan onaxonlarimiz ham duo qildi. Yutsin shu yigitlarimiz, bolalarimiz yutsin.
omadini bersin deb shular ham shu og'zocharlarda iftorliklarda duo qilib turdilar. Eshitdilaringizlar, ko'pchiliklaringiz rahmat. Bir qora habashda ham tikka qilib qo'ysa shunga itoat qilishlikka buyuradi. O qora habash ekan, bu bo'yi past ekan, bu qora ekan deyilmaydi. Bizda itoat qilishlik kerak. Raismi? Biz jomdil mayda bo'ladimi, katta bo'ladimi, ilmi bo'lmaydimi? Shu rais deb qo'yildimi, qo'lda pechati, shtampasi bormi? Demak, biz uchun rais. Shu odamlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Oqsoqollari bor, yetakchilari bor, maslahat qiladiganlari bor. Shular bilan birgalikda mana uchta mahallamiz yutuq mahalla bu. Misolda yanada shuna o'zimizni kadrlarni, o'zimizni bilimli ziyolilarimizni agar biz qo'llab-quvvatlasak bor-ku, respublikadagi ishlayotganlardan hech kami yo'q. Viloyatda ishlayotgan odamlardan hech kami. Mana bu xursandchilik hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat Yo, hozir katta hazrat yo'lda kelyapti. Eshonboy Yusufxon akamizni kutamiz. Keyin chiqamizda birga Eshonboy kelgandan keyin. Omoch kutib turamiz lekin. Nima agar gap so'zlar bo'ladigan bo'lsa, yana biroman ikki oz agar nima qilib bitta ma'no to'qiyadi. g'ayrat qilishdik inshaalloh. Hokimiyatda birlashgan o'zar hamma birikdi, yonimizda turdi, rais bo'ladi yonida turdi. Hozir ikkita yutug'imiz aniq o'tiribdi, uchinchisi eshitlarni xudo xohlasa juda katta yutuq bo'ldi. Chunki bunda sizlar hislaringiz katta. Avvaldan oxir hamma narsani bu ko'pchilik bilan bo'ladi. Bitta odam, ikkita odam ishni qilmaydi. Hammalaringiz xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Agar bordik shu sohada yurganda turganda kimgadir qattiq ishkarigan bo'lsa, o'zini so'raymiz. Endi ish jarayonida bo'ladi-da, bu yerda gaplar bo'ladi. Keyin sizlar bizlar sizlar hammamiz rozi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hammalaringizga rahmat, xudo xolasa shunday birdagimligimiz yo'qolmasin. Bitta narsani iltimos qilib o'tardim. Mening uyim oldi bo'lmadi, keyin bu naratama bo'ldi degan so'zlarni amalga oshirmayliklarimiz keyingi operatsiya kelganda ham xuddi mana shunday davom ettirib, masalan, agar buni 1 yilda o'zi 2 yilda 5 ta yutuq bo'lsa, harakat bo'lsa, yana yilda 2-3 ta yutuq bo'lsa, hamma ishlar bo'lib ketaveradi. Ishlarimiz kam chorasi, hamma inshaalloh, hammamiz birgalikda birlashamiz. Xo'jasaat xalqini obod qilamiz. Inshaalloh Xo'jasaat bizniki. Hammalarga rahmat. Arkadaşlar, mana shu bundan o'tgan yili, mana shu 25-yil yanvar oyida mana shu yerda hammamiz birgalashib mana shu yerda va'da qilib edik. Bitta mahallani o'ynatamizda, 3 ta mahallaga ham shu mana bugun va'damizni ustidan chiqdik. Bugun mana 3 ta mahallada ham keragidan yana qo'shimchasi bilan qildik. Sizlardan bitta iltimos bo'ladi. Mana shu hozir juda katta xarajatga chiqdik. İkita hozir Gulshan mahallasida hozir 2600 dollar hozir xarajatda turibdi. Ortiqcha hozir hamma nimadan tashqari. Bizdagi ham 34 millionga chiqdi. Bizning To'g'rimurod mahalladagi ham. Buni ertaga ko'chalarda qilayotganda buni bar raislari qoplab bermasak, biz hozir mana Studiyadan bugun 20 million pul oldik. Yana 8,5 million hozir qarz bo'ldik. 6 million Ibrohim akadan qarzimiz bor. 2 ta mahallada ham 60 milliondan oshiq qarzimiz bor-da. Ertaga ko'chalar qilinayotganda faqat bemalol bo'lasiz. Qaysi ko'cha bo'lsa ishonma, shu ko'cha qoplab beradi endi. Shuni endi asl bitta odam og'irlik qiladi-da. Shunda bitta odamga og'irlik qiladi. Shu Mirzo bilan Ikrom shu Toshkentda turib, shuncha bolalarni hammasini biriktirib, boshini qovushtirib turibdi. Ularga ham oson bo'lgan yo'q ishim bu. Mana shu yigitlarni haqiga bitta qarsak qilishar salatimiz. Hammasiga. Shu haqqiga bitta duo qilib qo'yishni ko'rdim. Juda qattiq xizmat qildi.
Endi ikkoviga bo'lmaydi. Hammasi boshында. Ajratish bo'ladida bu. O'sha yerdan boshqa yuqori ishga yuk boshladi. Ha, shunday. Uchovni ham qo'shib beraman. Kasalga ketdi. Bunda hamma hissasi qo'shilib Ha, shunday. O'ziga yarasha aytamiz-ku, mana sanay desa, nimada kuzatib turibmiz-ku. Bunisi hammalar xizmat qiladi. Hech kim xizmat qilmadan ovoz qilib, uni ko'p qil deyolmaymiz-da. Agar boya aytganimizda hammani bir xil taqsimotda qilmasak, bu yerda xizmat qilgan, yana xizmat qilayotgan, yana xizmatchi xizmat qilmoqchi bo'lganlar umrlari uzoq bo'lsin. Tani jonlari sog' bo'lsin, mol dunyosiga Alloh baraka bersin. Xudoy tabaraka va taolo bu aytganimizni biz ham farishta emasmiz, hammamiz ham adashuvchi bandamiz. Alloh adashtirmasin. Mana shu ishlarda qilishda ham adolat bilan, Xudodan qo'rqib, hammamiz jihis bo'lib ishlashda Allohning madadiga bo'lsin. Vallohu xayran hofizan bi rahmatika ya Rabb. Mana shu xizmat qilganlarga ozgina sovg'asi bor-da. Shu sovg'ani bitta chaqirib bersangiz, shuni nima qilaveramiz? Aytib bitta kimga nima bersangiz, olib kelingda. Aslan qani, ikkovga bor. Endi qoplab ketadi, o'g'aylar. Assalomu alaykum. Nasib ishlar. Avvalo hammalaringizga rahmat. Hammalaringizga ta'zimlarimiz. Chindan zo'r xizmat qilamiz. Mana shu elimizdek, xalqimizga hammangizni juda xursand bo'ldim. Chunki mana shu nimaga deganda 3 ta mahallani bor, 2 ta 3 ta mahalla raisi bo'lsa, biriga hammamiz bir qanot qilib boshqarib kelishib qilindi bu. Hammamiz haqni tushunmangizlar. Hamma tomon kelishtirib, mana Sirajaka boshdan o'qib eshitib, boshlab o'zi o'ynatish, boshchi bo'lib kelyapti. Shunisini ham rahmat. Balandxon ishonamiz, shu bo'lmaganda hech qachon o'chib qolmayotmasdi. Mana shu chog'ga yetib kelinmasdi. Hamma sertifikat bor deydi. Sertifikatni ham qildi. Qancha tushgan bo'lsa, qancha bo'ldi ishim bor. Qo'limdagi u. Ishim bo'ldi. Tashkilotlarga kelishibdi-da, To'g'ri tushunmangizda, hammasi bo'yib kelyapti-yu, lekin men qo'limga sanalgan bo'lak narsa, u naryoqdan bo'lak narsa. hech kim tushunsa ham bo'lmas, bu qullarimiz hech kim qilolmadi. Hammamiz G'olibni mana e'lon qilindi, 3 ta mahalla. ayni sovg'amiz bersak bo'ladi. Siz imonimizmi ya? İnşallah. Bizlarni siylaganni Alloh siylasin. Bunlar ham ishonamiz shuncha xizmat qilib shu mahallada. İnşallah bitta narsa bor. Hokimiyatni bitta bitta hisobda 10 kun davom Buni kimga ketadi? Ya qara. Katta. Jurnalda boshqa Andres. Eyda onu loyiq olmaz. Az olsun. Andres. Good.
Bu adam da Allah'a beraber. Bu adam var bu. Şu dünyanın maaşına bak. Bizim heyetlerimizin bitti aytganimiz gibi ham ko'p xizmat etadi. Ziyoratgohlarimiz Benim ana korku kapitalizm yerim buyurun. Börekamiz ham kasr qo'yildi. Shqolar qildi, toza garim qildi, qo'shnilar garim qildi. Narxda degan ukamiz bor. Bularni qani qiladi? Sizlarni ularni ko'p xizmatlar yigitlar. Yigitlar shunga bir restoranga bir va'da qildim. Xudo xohlasa bir voyaga yetib o'qishga kirsa, xalqimiz birgalashib shuni agar mabodo kontrakt bo'lib qolsa, Gel aşağı. Amerika bo'ladi shu YouTube. Shunday kunini unutadi. Amirjon. Oyna ise siliki endi bunu meni Bazı bir orada aytganda teatrlarga ortiqcha gapirgan bo'lsam, meni kechiringlar. albatta. Qo'limizdan kelganicha boricha qizlarni arziqdik. Nasib bo'lsa bundan keyin ham qizlarni arziqamiz. Yana bir yangi ko'rishim bor.
Xudo xohlasa, mana shu nasoratlarimiz bor-ku. Xudo xohlasa, dasturga kiritdi. Yil nasoratlarimiz xudo xohlasa, xalqimiz bepul so'chadigan bo'ladi. Kilovatlik quyosh paneli qo'yiladi. Ana shu quyosh paneli hisobidan xudo xohlasa faqat nasoschilarni xarajatini beramiz, so'chamiz. Oldingi 400 million berib so'chmaymiz bir soatga. Tepaga borib tushganda ham shu nasoschilarga 50 million nasoschilarga berib suvni ichadigan bo'lamiz. Xudo xohlasa bu prezidentimizni bizning yo'qmi? Shu rayonimizga bergan 60 million pul bergan prezidentimiz rayonimizga ana shu pulni 1 milliard 200 millionni imini mana shu Toyobod mahallasiga bergan. Rahmat, hammalaringizga rozi bo'linglar. Kimdir o'limini xizmatini qildi, kimdir olimini xizmatini qildi. Hammalaringizga xizmatlaringizga rozi bo'lasiz. Faqat bundan keyin doim misoli birga bo'ladi. Yo'q, istiqomat bo'l. Biroz bega, biroz bega tortadigan bo'lsa, ertaga o'zi talaqqa bo'lib ketadi. ishlar zamonimiz birgalikda bo'lganligi shu bu ishni sizga Allohdan rahmat. Ikrombek rahmat. Faqat hamma yigitlarga, hamma xizmatlarga rahmat. Bugün bayram, ertaga yana ish. Bu g'alaba boshlanishi tugachimas. Birga bosgan har bir qadam yurtimizga nurli kunlar olib kelar. G'alaba muborak, xo'jasi orttirgan, yuring tabir bo'ldinga. Xizmat qildida hammalaringizga rahmat. Biz ham qaytaramiz nasib qilsa xudo xolasa. To'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda. Boringizga shukr. Sizlarga ham rahmat. Doim shunday intibah qilingizlar. Mayli, rahmat. Bir o'ynasa bo'ladimi yigitlar? Jonlaydi endi. Menmi? Bu yüzden bir daha sıkıyoruz mu?
yigitlar taklif qilib qo'yinglar. Hali yigitlar o'sib turibdi.